1 metr lavash, pizza, 10 ta sushi, KFC shuni hammasini bitta podpiska evaziga olib borib beramiz. Kommentariyaga kirib adresingizni yozib qo'ying, podpiska tashlab shu videoga like bosib qo'ying. Shuni hammasini tekinga olib borib beramiz. Shu videoni o'rtog'ingizga ham tashlab qo'ying. Siz orqangizdan shuni hammasini yutib olish mumkin. Toshkent viloyati Parkent tumani Bo'ston qishlog'i Birlik ko'chasi 24-uyga kelganmiz hozir. Mana Birlik ko'chasi 24-uy. Butun mahalladan so'rab keldik. Hozir chaqirib ko'ramiz. Ismlari Nurlan aka ekan. Mana chaqirdik Nurlan akani. Bolajonlar chiqib ketyapti, qaranglar, bola ham rosa ko'p ekan, lekin biz ham kutmaganda, hozir chiqyapti, hozir xursand qilamiz. Butun mahallani aylanib, zo'rg'a topib keldik. Voy, rahmat. Kommentariyada g'olib bo'lgan ishtirokchi uyiga keldik. Parkent tumani Bo'ston qishlog'iga keldik, lekin biz shaharga ham bormagan joyimiz qolmadi. Andijonga ham bordik, Sirdaryoga ham bordik. Mana endi shu Parkentga tushgan ekan. Rahmat sizga. Kommentariyaga adres yozgandan keyin direktga kirib, nomeringlarni qoldirib qo'yinglar, topib olishimiz oson bo'ladi. Opa, bizga obuna bo'lganmisiz? Ha, obuna bo'lganman. Qani ko'rsata olasizmi? Mana bizga obuna bo'lgan ekanlar. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Kommentariyaga adresini yozsangiz, shuncha narsani sizlar ham yutib qolishingiz mumkin. Keyingi g'olibimizni shu video kommentariyasini aniqlaymiz. O'shaning uchun adresni yozamiz, qaytmaymiz. Shuncha narsalarning hammasini tekinga olib borib beramiz.